Salom. Kartalarımı toplayıp geldim. Aqlilarda kishi uchun. Ko'ryapsizlarmi yo'qda zaten. Qaysi kartalardan ochay deb kartalarimni biroz qarishtirdim. Короче, xullas shunday qilamiz. Aqlilarda kishi uchun ochamiz. Bugun boya bir dostoyniy bir ochamiz. Ko'ngildan ochamiz. Like bosgan, obuna bo'lganlar uchun deb niyatimizni olamiz. Kim like bossa, kim obuna bo'lsa, bunlarga niyatimga dohildir. Xo'p, shunlarni shu yoqqa qo'yib turay. Oldingi eski ochirimimdan qilaman. Tamommi? Ikkita karta qo'yaman. Shuni shu yerga olaylik. Ikkita karta ko'rdilarmi? Tanlaylar. Qaysi birini tanlaysizlar? Birinchisi yaqinroq olib kelib shunday ko'rsatish, shu karta ko'rib turganlardek chiroyli energiyalar qaysiga tortsa. Ikkinchi kartamiz esa bu karta. Ikkinchi karta bu. Birinchisi bu. Kofeylari, choylari yoninglarga olinglar. Biz boshdan boshlaymiz. Aqlingizdagi kishilarga tuyg'ulari, tushunchalari, sizlarga bo'lgan energiyalari va yaqin zamonda nima bo'ladi? Urushganlar bo'lsa yarashadimi? Yonida bo'lib turib, bir-biriga trip otib yurganlar bo'lsa, bunlar o'ziga keladimi? Aqlilardagi kishilar gapinglarga kirmayotgan bo'lsa, yaramazlik qilayotgan bo'lsa, to'g'irlanadimi? Uchinchi kishilarga ketgan bo'lsa, qaytadimi? Uchinchi kishilar bilan ushlab olib yoki sevgililari bo'lsa, ulardan voz kechadimi? Ya'ni nima tushsa, bunları aytib beraman. Sizlar energiyalari jo'natinglar menga. Men eski ochilimimdan qilaman. Bir saniya xalaqit bermasin bunga. Shunday komplekt ko'rinsin. Bo'lmasam boshladik. Jo'natyapsizlarmi energiyalarni? Men kameradan noto'g'ri o'rnatib olganmanmi? Ko'nglim o'rniga tushmadi, короче. Energiyalar jo'natinglar. Choylari, qahvalari olinglar. Yoninglarga semechkalarni olib kelib olinglar. Biroz ulardan oyam qilamiz. Tamommi? Uchta keldi. Men nimaga teskari qilib ochib oldimki? Rumiydan ham foydalanamiz. Bu rumiy boshqa rumiy bu. U boshqani ko'p ko'rganlar. Bu kahonat kartasi bu. Kahonatda sizlar ilişkilarında qanaqangi kahonat beradi. Onu ko'ramiz. Biri tanlaganlardan boshladik biz. Yana qaysi kartadan foydalanaylik? Bir saniye. Meleklerin kahonatinden faydalanmamız, Rumi kahonatinden faydalandık, tarot kartımız ve meleklerin kahonati sizlerge nima deydi ilişkilerin için. Bakalım. Bu yerge meleklerin kahonatinden faydalandım. Bu yerge ise tuyg'u kartalarından faydalanaman. Bu yerga esa gapirtirish kartlaridan ayol erkak
karıştırdım. Vaktilerge nima chiqarsa koinot buzgan erkak ayolda gaplari ko'p. Başka demek bu kadar. Bunlardan faydalanamiz. Endi Katina ham olgim keldi bir saniye. Katina olmazsa olmaz. Katinani yaxshi ko'raman men. Katinasiz qiyin. Katinasiz juda qiyin men uchun. Qiyin deganim qaysi ma'noda? Buni tashlab keta olmayman. Buni yaxshi ko'raman. Oy. Biraz acımasız ama Katinamiz. Ama xullas shu yerdan boshlayman. Yani belki umuman yani bilinç altı, bilinç tashqarisi fark etmez munosabatlarda. Sizlarni ikkovilarda munosabatlarda bir ishonch bo'lgan ekan boshda. Qanday ishonch? Balki o'zingizlarga qattiq ishongansizlar yoki aqlingizdagi kishi o'ziga qattiq haligi ishongan, kibr, o'ziga ishongan birisi bo'lganligini aytyapti. Ammo bir-biringlarni ko'rganinglarda yoki bir-biringlar bilan tanishganinglarda birinchi shunday deb tushungan bo'lishinglar mumkin. Tam işte buldum, topdim. Tam hani meni ruh eşim yoki yani ruh o'rtog'im o'zbekchasiga. Yani men ruh o'rtog'im bu. Yani o kadar ishonch bergan. Sanki ruhiylar eskidan tanishdik yoki bir bog'inglar bordi yoki tushingizda ko'rgandi yoki bir-biringlarni oynada ko'rgandi. Sanki siz unga qaraganda oynada o'zingizni ko'rgansiz, u sizga qaraganda. Ya'ni o'xshash taraflari bordek. Bir-biringlarga shunaqangi ishonch bilan boshlagan. Ishonch bilan boshlaganligini yangi ilishki munosabat boshlaganlarda, yangi tanishgan zamoninglar bir ishonch bilan tam men istagan inson, meni yulduzimdagi inson. Ya'ni shunaqangi qarorlar berilgan, shunaqangi juda qattiq ishongansizlar. Yo'tal qoldi. Orada bir shunaqangi yo'tal kelyapti. Shunaqangi ishonchlar bo'lgan. Keyin ket-keta bora-bora munosabatingizni yurgizishga bir tarafi mehri azalgan demayman-da. Hani eskisidek halinaqa mehr nimalar bermay qo'ygan. Ya'ni eskisidek eskida qanday edi? Masalan, birinchi tanishganingizda işte sizni xursand qilardi, telefon qilardi, gaplashardi, yoningizda bo'lsa, turmush o'rtog'ingiz bo'lsa, juda yaxshi anov bo'lardi. Yani yangiligida hamma narsa go'zal. Yani keyin bora-bora bu ilişkide, munosabatda shunaqangi mehr oqibat, shunaqangi bir-birini o'ylash, yo'qlash, telefon qilishlar va hokazo bunlar ozayishni boshlagan. Ve ozayishni boshlagan ve munosabatda bitishlar bo'lgan. Yani короче boshlanishi aşkın jasorati deyapti. Yani bir jasorat bilan, bir xilchinlik bilan quvvat boshlagansizlar ilishkini. Ammo sanki biraz tez bitgan sanki. Yani bu karta bir boshlayib bir onda hani tez bitgan munosabatlar uchun, jasoratli sevgilar uchun, hani Türkçe'de delikanlı deydi. Yani jasorat, 17 yoshlari sevgisi bo'ladi-yu, короче. Bir onda jasorat kelganda, короче, bir-birlarini sevib qolgansizlar, bir onda jasorat kelgan. Hozirgi kunda sizga bo'lgan tuyg'ularini ko'rganda hasrat, ya'ni короче sog'inchi borligini aytyapti. Seni juda ham sog'indim, tuyg'ularimda sog'inish ichimdaman. Biraz qavusholmaymizmi yoki ko'risholmaymizmi degan ichimga qo'rquvlar ham tushyapti deyapti. Ya'ni biraz iztirob, azob deymi, sog'inish azobi deymi, shunaqangi yashayapti ekan. Ama sanki
Siz aytyaptiki, sen bir yulduzing. Balki meni yonimda yoki men bilan munosabat boshlaganda, men bilan bir yaqinlashma boshlaganda sen bir yulduzding, ya'ni porlagan bir eding. Ya'ni ko'zimdayam, tashqaridayam, hamma yoqda bir porlagan bir eding. Chunki senga hamma qarar edi yoki senga ko'pchilik qarardi. Yonimda yursam men farqindaman, ya'ni yoningda yurganda ham boshqalar qaraydi senga. Buni farqidaman deyapti. Ama seni juda ko'p manipulyasiya qildim. Senga juda ko'p majburlab, işte belki bir nimalardan voz kechirdi, balki uni qilma, buni qilma, biroz manipulyasyonlar qildi, ya'ni sizni toraytdi shunday. Hani boshqalar berdi ustingizga. Ya'ni etma, unaqa qilma, ustingga ki, yo ro'mol o'ra, yo unday qil, yo bunday qil. Har xil yani. Hamma o'ziga ko'ra olsin. Shunaqangi manipulyasyonlar qilganligini aytyapti. Sen bir yulduzding-da. Ana shuning uchun men seni manipulyasiya qildim. Men seni zo'rla, majburla, işte bunu qil, uni qil deb biroz seni ezishga harakat qildim. Seni yulduzingni so'ndirishga harakat qildim deyapti. Ama şu an tuyg'ularimda eski o'tmishimizga qarayapman, telefonlaringga qarayapman yoki sosyal medyadan. Yani ko'zim senda, yani kuzatishdaman deyapti. Men seni kuzatyapman deyapti. Men seni kuzatyapman dedi. Keyin ba'zi birlar bu yerda aytyaptiki, yani uygunsuz bir şekilde yani men uygunsuz bir şekilde ushlading deyapti. Yani bu degani kimdir uchinchi kishi bilan ushlab olgan bo'lishi mumkin yoki kim bilandir gaplashayotganda ushlab olishi mumkin yoki işte sizga bir xiyonat qilgan. Xiyonat deganda illa ayol kishi xiyonat emas, har xil xiyonat bor yani. Balki telefonda gaplashyapti, balki biron bir gapini eshitib qoldingiz. Yoki işte sizden yashirgan sirlarini eshitib qoldingiz va meni bosdinda, meni uygunsuz bir şekilde ushlading deyapti. Yani belki zamonsiz da aytmoqchi edim buni balki senga. Zamonsiz yani ushalib qoldim. Har turli yani. Zamonsiz ushalib qoldim deyapti. Tuyg'ularimni faqat o'qigan u kungi işte ushalib qolganim yoki işte bu sirlarim o'rtaga chiqishi men juda ham uyaltiryapti va bu menga bosqi beryapti deyapti. Ba'zan zamon hani senga bog'lanib qolganligimni farqindaman, uni uzishga harakat qildim. Balki senga juda ko'p bosqi berdim, balki seni juda ko'p kontrol qildim, majburla, manipulya va hokazo bunlarni qildirdim. Ana shuning uchun biroz hani bağımlılıklarımızı uzdim deyapti. Hop, erkek taraf nima der ekan? Erkek aytyaptiki bu yerda hozir. Meni sendan boshqa kimsa tushunmaydi meni deyapti. Ana shuning uchun sen bir mashina bo'lsang, rolda men o'tiraman. Seni rolingda o'tiran shofyor menman. Va meni sendan boshqa hech kim tushunmayapti. Senga yanada tuyg'ularimda, hamma narsamda yani harakatlanma boshladi. Uzoqda bo'lganlar, ko'rishmayapman deganlar, seni yoningga kelaman deyapti. 7li raqam beryapti. 7 kun, 7 hafta, oyning 7, 17si, 22si. Soat 7 bo'lishi mumkin. Bu raqamlarda kelaman deyapti. Bu yerda ayol tarafi aytyapti. Sen nima xohlayapsan mendan? Bundan bir amin bo'l. Sen bilan nikohimiz bordi. Balki nikohi borlar bor. Sen bilan diniy bog'larimiz bordi. Boshqa turli bog'larimiz bordi. Belki ben seni juda ham hani yuksaklarga qo'ydim. O'qimishli, aqlli, yo'l ko'rsatadigan yoki diniga, urfiga, odatiga amal qiladigan, qonunga, boshqaga har turli yani. Bunlarga amal qiladigan inson deb boshimga ko'tardim. Seni ko'zimda farqli ko'rdim. Sen men uchun bir azizding deyapti. Yani aziz insonding. Yani aziz insonlar bilasiz qanaqaligini. Shunaqangi deyapti. Yana ayol nima deydi? O'tarvole. Bu yerda ayol aytyaptiki, sen bilan bir yostiqda qo'sha qarishni xohlayman. Qadarim sen bilan bo'lsin. Ya'ni qadarimni boshqa yoqqa chevirishni, boshqasi bilan o'tkazishni yoki boshqasi bilan yashashni xohlamayman. Qadarim sen bilan bo'lishini xohlayman. Bir umr sen bilan bir yostiqda qo'sha qarishni xohlayman deyapti ayol. Sen meni shansimsan, sen menga kelgan shansimsan, meni yo'l ko'rsatuvchimsan.
menga maslahat beradigan insonsan. Balki yoshi katta bo'lishi mumkin sizdan, yoshi kattalar ham bor. Yoki işte davlat ishida yo'l ko'rsatuvchi insonlardir. Keyin bu yerda men seni hech kimga berishni xohlamayman. Meni boshqasi bilan qiyoslama deyapti. Ya'ni aytyapsizki bu yerda men seni hech kimga berishni xohlamayman. Sen menikisan. Men seni yo'qotishdan qo'rqaman. Ammo meni boshqalarga qiyoslama. Men boshqalarga o'xshamayman. Aslo mendaqasini topolmaysan va meni boshqalarga qiyoslama deyapti. Qadarim sen bilan, taqdirim sen bilan bo'lishini va bir yostiqda qo'shib qarishni xohlayman. Sen men uchun juda ham aziz bir insonsan dedi. Bu ilishkilarga negativliklar tushgan. Negativlik deganda faqat ilm-amal tushunmaylik. Negativ deganda uchinchi kishilarda illa bir xotin emas, yani har turli bo'lishi mumkin. Bir uchinchi narsa, bir uchinchi sabab, işte nimandir bir o'rtaga chiqishi, bir sirlari bo'lsa o'rtaga chiqishi, uchinchi masala nima esa, masala bo'lsin, inson bo'lsin, mavzu bo'lsin, bunlar sababchi bo'lganligini aytyapti. Bunlar sababchi bo'lgan va ba'zan egolarimiz ham uchinchi sabab bo'ladi. Chunki bu yerda bencillik bor. Ya'ni aqlingizdagi insonda bencillik qilgan bo'lishi mumkin. Faqat o'zini o'ylagan bo'lishi mumkin. Ba'zi birlar haqiqatan uchinchi insonlar tushgan bo'lishi mumkin. Bu yerda ko'rgan uchun aytyapman. Bu yerda. Yani bitta yerda ko'rmadim yani. Shuning uchun. Ama üçüncü kishilar, üçüncü mavzular, üçüncü narsalar, yani shunlar ana bo'ldi. Yani munosabatlarga sababchi bo'ldi. Ama bu kartani tanlaganlar imkonsiz degan narsalar imkonli bo'lishini ko'rsatyapti bu yerda. İmkonsiz degan narsa bo'lishini ko'rsatyapti. Men bu bilan bo'lolmayman, imkonsiz. Yok. Men bu bilan bo'lolmayman, o'rtada uchinchi kishi bor. Yo'q. Unday emas. Men bu bilan endi qaytib bir oraga kelolmayman. Unday emas. Bu yerda ruhiy kahonati deyaptiki, imkonsiz degan narsa ham bo'ladi. İmkonsiz degan narsa ham bo'ladi. Bunlar bor. İmkonsiz deyotgan bo'lsa, bu bor bo'ladi. Bo'ldi bile deyapti. Короче, bu munosabatda jasoratli bir munosabat, ya'ni aqlli munosabat emasda ko'proq jasoratli bir munosabat bu yerda. Va sanki bunları bir narsa bog'lab turibdi buni tanlaganlar. Bu diniy bo'lsin, oilalar bo'lsin, yo boshqa turli bo'lsin, koinot bo'lsin, ama bog'lab turibdi sizlarni nimadir. Ruh eşimi diyeyim, bir-biriga bog'langan ilişki, bir-biridan voz kecholmagan ilişki, tushlarimda telepati qurgan, har turli telepati qurgan ilişki, bir-birini his qilgan ilişki, bir-birini yani bir-biriga tikon kirsa ham his qilgan bir ilişki diyeyim. Shunaqangi bir ilişki ekanligini ko'rsatyapti. Yana bu yerda belki işte siz bilan tanishgan mahallarda aytdimku, yani rosa bir ishonch bilan boshladilar. Yoki yani meni ruh eşim. Biz bir-birimiz uchun yaratilganmiz. Shunaqangi tushundinglar. Ba'zilarda uchinchi kishi dedimki, bu juda oz miqdordagi insonlar. Bu uchinchi kishi boshqa sevgili topdi. Başka inson topdi. Shuning uchun munosabatlarda bir bitishlar bo'ldi. Shuni aytyapti. Keyin mehr eskisidek telefon qilish, boshqa yonda yani jonim asalim deb nima qilishlar kamayganligi uchun bu ilişki bu holga keldi. Yani üçüncü sabablar deganim işte ego har turli, yani sizga mehr bermagani, sizga nima qilmagani, egoistligi, bencilligi, boshqa bir kishi, negativ bir kishi, yani belki nimadandir sizdan yashirdi, aytmadi, yoki bir SMS yozdi, birisiga buni ko'rdi, yani har turli, yani üçüncü sabablar har turli.
İlla da xiyonat emas yani. Xiyonat ham bor, albatta, ama bir sürü narsalari bor. Короче, bu munosabat bitdimi, tugadimi, davommi degan bo'lsanglar, davom. Va 7li raqamlarda davom boshlaydi, harakatlanmalar boshlaydi. Bir-biringlarga bu chekim, ya'ni harakat boshlanyapti. Bundan to'pla keyin ikkinchi kartaga. İkinci kartaga keldik. Bu kartani tanlaganlar energiyalar jo'natinglar. Aqlinglardagi kishini ismini takror aytinglar. Yanada ko'proq olmoqchi bo'lsalar. Yuzini ko'z oldinglarga keltiringlar. Buni teskari ushlab tersdan ketdi-yu. Buni tanlaganlar. Ana bunu ochib qo'ydim. Nima zehniylarga yaramasmi? Ikkini tanlaganlar nima bo'lyapsizlar? Men uni ham ochib qo'ydim men. Voy. Bütün ayollar. Ay hay ayollar. Erkek de düştü. Yana aç bana. Nimaga miyalar joyidamasmi? Tamam, bunu açayım da. Bu açılış gerek. Bunga mana shundan olyapman. Haqiqatdan sizlar miyalar yoki meniki. Yo miyalar joyida emas sizlarda. Bunu da bu yerga qo'yib qo'ying. Açıyorum. Ne şaşırıyorsun ama. Rumiy kahonatini mana ekan. Bu karta ajoyib energiyalar. Tezroq bo'l deyapsizlarmi? Ana yana ters tushib oldi. Aslında merhametli bir anne deyapti qani. Katina. Merhametli tabii ki, yani merhametli bo'lish mumkin. Homiladorlar bor bu yerda. O tezroq bo'l deganlar borda. Homiladorlar bor bu yerda. Qiz farzandi. Qiz farzand kelyapti. Qiz farzandi borlar ham borda. Bu aqlidagi kishidanmi? Hop. Yani hozirgi kunda birinchi bergan narsa shuki, zamon kartamizni berdi. Yani zamon kartamiz sanki hozir munosabat uchun ko'rganimizda to'g'ri zamonni kutish ichida ba'zi aqlingizdagi kishi bilan, munosabatingizdagi inson bilan yani cho'zilmagan masalalar, hal qilmagan masalalar borligini ko'rsatyapti. Sanki bir narsalar zamanla akışıga tashlab qo'yganinglarni ko'rsatyapti. Ama o kadar ishonyapsizlar ki, o kadar dua qilyapsizlar, o kadar umidvorsizlar, o kadar ichinglarda umid eshigi borki, ya'ni men ishonaman, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Nima uchun zamon berdi? Boshqatdan yana oxirida ko'ramiz nima uchun zamon berganligini. Hamma narsani oqishiga tashlab qo'ydim.
suv oqib yo'lini bo'ladi. Men bunga ishonaman va duolarim qabul bo'ladi degan bir energiya keldi. Tuyg'ularimda shunday. Sanki bo'lib o'tgan narsalardan ozgina uyalayotganligini ko'rdim bu aqlingizdagi kishini. To'g'ri, hani hech xush bo'lmagan, hech hani yaxshi bo'lmagan narsalar qildim. Ba'zi xatolar qildim. Balki qilgan narsalarimdan, qilgan ishlarimdan juda ham uyalyapman. Ne olur meni affet, ne olur meni kechir. Yo'talib. Hech yo'talmayotgandim. Video qilay dedim, yo'talish boshlandi, tushunmadim yana. Yana qilishyapti shekilli menga. Xullas, bu munosabatda sanki bir yaqin o'tmishda, ya'ni o'tmishda ba'zi bo'lgan narsalardan uyalayotganlarni ko'rdim yani. Sanki bir uyalish ichindasizlar. Ammo sanki aqlingizdagi kishi ham yani balki hani yoshlik qildim, falon qildim, ne olur kechir meni degan energiyalarda. Aqlingizdagi kishini tuyg'ularimda ko'rganimda sanki ikki tarafda ham yani xabar jo'natish, xabar olish sanki bunlari xohlayapti. Ammo sanki yani bir-biriga xabar jo'nata olmayib yoki xabar ololmaganligi uchun ham biroz ustunda yuk bordek his qilyapti. Uyqusiz kechalar va kechasi bir-birlarga ko'p o'ylayapsizlar. Yoki kechasi bir-birlariga ko'p telepatiya qilyapsizlar. Va sanki ikki taraf ham bir-biridan xabar kutayotgandek. Sanki qanday xabar jo'nataymi? Xabar jo'natadimi? Shunaqangi. Nima dedim men? Xabar jo'natiladi. Undan xabar kutayotgan bo'lsangiz keladi, siz xabar jo'natmoqchi bo'lsangiz jo'nating ketadi. Ya'ni aqlingizdagi kishiga ko'proq o'z holiga qo'yingki, u jo'natsinki. Chunki bu yerda taslim xati keladi. Taslim xati degani o'zini o'zi kechirmaydi. Zaten bu yerda ham bir shunaqa gap gapirib o'tdi. Undan keyin xabarlarga o'tdi. Zamoni bor, vaqt soati bor, ishonaman deyapsizlar. Haqiqatan bu vaqt soati kelguncha, zamonni kelguncha duolar qabul bo'ladi va undan bir qadam keladi va xabar kutayotgan bo'lsangiz, kechalari uyqusizliklar, kutishliklar kelmayapti deyotgan bo'lsangiz, u xabar keladi. Ya'ni bu yerda sizga o'zini taslim qilyapti. Tuyg'ularida shunday. Bizga kahonatlar nima deydi? Aşk hayotında kutishga arziydi deyapti. Kutishga arziydi. Chunki aşk hayotida ilohiy bir zamon keladi. Bu yerda ham zamondan bahs etdi, shu yerda ham zamondan bahs etyapti. 4'li raqamlarda ham, 5'li raqamlarda ham beryapti. Aytyaptiki, shu an kutyapsan. Bu yerda qushlar nima qilyapti? Kutish ichida. Ammo kutgandan keyin etdan jo'jalar ochib chiqadimi? Ochib chiqadi. İşte buni aytyapti. Bu yerda ham kutishga arziydi. Chunki malaklar aytyapti, kahonat beryapti. Bu munosabat kutishga arziydi. Sevimlisan, xo'shsan, eshitib turgan men. Sevimlisan, xo'shsan deyapti aqlingizdagi kishi. Ammo biroz sovuq tepki beryapsan yoki işte biroz ko'p mantiqan tushunib olyapsan yoki ba'zan ozgina sovuq tepki yoki hani kamascha Mahmud akadek bo'lib qolyapsan. Ya hazır. Güzelsen, sevimlisin, yakıntoysan ama o kadar hali şartlar koyarsan, o kadar qattiq qo'llik qilasan, o kadar sovuqlik qilasan ki kamaschi Mahmudga o'xshaysan diye. Sizga aytyapti, men aytmayapman, tamam mı? Ay. Ya bir kere kechir meni, nima bo'ladi? Kechir deya, men sendan kechirim so'rayman, kechir. Qarang, oqqush bu yerda qo'liga giloslar tushganligini. Ya'ni yo bo'lmasam sen ham qattiq qo'llik qilmasdan sen kechirim so'ra yoki men sendan kechirim so'rayman, taslim qilaman. Yanaki yarashaylik, bir-birimizni anglaylik, bir-birimizni tushunaylik, oilamizni, ilişkimizni, munosabatimizni yo'linda olib ketaylik. Ilişki nima deganlar? Munosabat deb orqasidan takrorlab aytyapman. Munosabatimizni, oilamizni yana huzur ichida katta qilaylik. Oilamizni yana
mehmon keladi oilamizga, yanada oilamiz ko'payadi, ilishkimizga yanada hani mehr beraylik, sevgi beraylik, yaxshi bo'laylik. Seni Mahmud akaga o'xshama deyapti. Biroz sevimli bo'l deyapti. Bu nima turish deyapti. Sevimli bo'l dedi. Tamommi? Aslında rosa sevimli birisi ama ba'zan juda qattiq qo'lsan deyapti. Oila problemlarimizni hal qilaylik. Oila problemlarimizni ko'rinadi. Oila problemlarimizni hal qilaylik. Bir-birimizni kechiraylik. Ya'ni o'tmishda nima yashagan bo'lsa, bunlarni kechiraylik. Kel, mana senga tuyg'ularimni izhor qilyapman. Hali men seni xohlayman. Hali ham birga bo'lishni xohlayman. Oilamizni tuzatishga xohlayman. Oilamizni yaxshi qilishni xohlayman. Kel, shunga erishaylik. Oilamizni chiroyli qilaylik. Bir-birimizni kechirishni o'rganaylik. Ne olur? Bir-birimizni kechiraylik. Oilamizni, munosabatimizni, ilişkilarimizni asrab qolaylik dedi. Bu yerda ayollar aytyapti, yosh bolaga o'xshab harakat qilyapsan. Ba'zan ustimga depressiyonlar o kadar yuklar beryapsanki, sen oilada men erkak yoki ilişkida munosabatda men erkakman. Sanki bu ilişki munosabatimizni bütün yukları meni ustimda. Sanki bütün yuklarni ustimga ortyapsan yukları. Mana bunday bo'lib egilib qoldim. Ammo sen yosh boladeksan. Men mi ko'tarishim? Men seni onangman. Men seni onangman. Sen ham ol mas'uliyatni. Hammasini menga tashlab qo'yma deyapsiz. Nima xohlagandan amin bo'l. Birpasda tuyg'ularga kirasan, ayol aytyapti. Birpasda tuyg'ularga kirib ketasan. Bir onda tuyg'usal tortishmalar, tartishmalar, janjallar, ich-ichingda ham tortishmalar qilib yurasan deyapti. Yosh bola bo'lma deyapti. Men onamanmi senga deyapti. Meni onaga o'xshatib qo'yding deyapti bu yerda ayol, tamommi? Ba'zan shunaqangi tavrlar qilyapsanki, bir o'ylama acaba meni yaxshi ko'radi. Yana bir tavr qilasan, yo'q bu meni yaxshi ko'rmaydi. O kadar ikkilamga tushirib qo'yapsanki, o kadar yosh bolaga o'xshayapsanki, butun mas'uliyatlar menda deyapti. Erkak nima deydi bunga? Bu ajoyib chiqdi bu kartalari. Sen nima deding menga baribir, sen meni jannatimsan dedi. Sen meni jannatimsan deyapti. Ya'ni siz shuncha asabiylashib, shuncha yuklar meni ustimda deb, shuncha asabiylashgan bilan unga ya'ni sen meni jannatimsan deb turibdi. Yani nima desangiz bo'lish, yana shu qilaveradi. Siqilib, nima desam bo'ladi, nima qilganiga arzimaydi. Chunki beparvo yani. Kimga gapiryapsan demadi. Sen meni jannatimsan dedi o kadar. İlişkilerde yangidan doğuluş bo'ladi. Homiladorlar, tug'asiz. İlişkiler, ko'ryapsizlarmi bu yog'och? Ko'ryapsizlarmi bu yog'ochni? Ko'ryapsizlarmi bu yog'ochni? Munosabatlarda munosabat yaxshi bo'lmaganlar, yangitdan tug'ilish, yangitdan boshlanishlar bo'ladi. Munosabatimiz yaxshi bo'ladimi deganlar, albatta yana yaxshi bo'ladi. Mevasini olasizlar, bir mevali daraxt bo'lasizlar. Homilador bo'lamanmi, esalamon tug'ib olamanmi deganlar, albatta homilador bo'lganlar, esalamon tug'ib olamanmi deganlar, albatta esalamon tug'ib olasiz hamda dunyoning eng marhamatli jamol bir onasi bo'lishingizni ko'rsatyapti. Farzandingiz uchun ham zaten bu turmush o'rtog'ingiz bo'lsin, sevgilingiz bo'lsin, onun uchun ham bir ona sifatida bo'lib qolasiz. Farzandlaringiz uchun ham juda bir marhamatli bir ona bo'lishingizni aytyapti. Keyin raqam so'rayotganlar, bu munosabatimiz qachon yo'lga tushib ketadi? Qachon yaxshi bo'lib ketadi? Davommi, tamommi? Yarashamizmi? Ya'ni har xil inson bor bu yerda. Birgamiz, ammo eskisidek emasmiz deganlar bor. Ha, 6 bir raqamlar berdi. Ya'ni 16 kun, 61 kun, oyning 16'si, 6 kun, 6 hafta, 1 kun, 1 oy. Ya'ni bu yerda bir kishi emas, chunki ko'pchilikda energiyasi tushganligi uchun hammaga raqam berib aytdi. Raqamlarni yodlab olsalaring yaxshi, kelganda bilib olasizlar. Yo'tal bola. Xullas, shunaqa bir komediya bochilim bo'ldi bu. Güldüm. Kamasçı Mahmut Ekin. Ya o'zlari shu holga tushirib qo'yadi, tamommi? O'zlari shu holga tushirib qo'yib, maydan suv qaydan keldi menga?
Aa, bu su ne ki? Allah Allah. Xullas, nimaga suv keldi bilmayman. Suvlar kelib ketmasin homilador bo'lganlar. Xullas go'zal bir ilişkiydi. Siz qancha asabiylashib, qancha hani o'qiganingiz bilan befoyda. Bu aqlingizdagi kishi biroz o'zi aslida bunday qilib bo'lishi kerak, tamom? Endi siqilmaysan, kasal ham bo'lmaysiz. Shunga o'xshash kerak. Neparkoid bo'lishi kerak. Ammo shunaqangi xarakterda ekan. Bunaqa insonlar qarimaydi hamda. Yonidagini qaratadi, o'zi qarimaydi. Ama shunday bo'lishi kerak. Biz ayollar afsuski bo'lolmaymiz. Biz biroz injilmiz, javraymiz. Chunki biz tushungan narsani bular tushuna olmaydi. Ular farqli tushunadi. Biz farqli tushunamiz. Shunaqangi. Mahmud Bey. Ha, tamam. İşte ama bu ilişkide yarashamizmi? Davommi? Tamommi? Biz yaxshi bo'lib ketamizmi? Munosabatimiz yaxshi bo'lib ketadimi deb so'raganlar. Davom. Tamommi? Davom. 6 raqam, 1 raqam berib o'tdi sizlarga. Hamda ilişkiler yangidan tug'ilish, yangidan boshlang'ichlar bo'lishi, ilişkiler yurib ketishi, yo'linda ketishi, hammasi yana yo'liga tushishi ko'rinyapti. Tamommi? Shunday. Keyingi videoda ko'rishguncha bo'lmasam. Bye bye.